Ozishda, vazn saqlashda, vazn olishda. Bu ozishda, bu vazn saqlashda, bu vazn olishda. Ozish uchun, vazn saqlash uchun, vazn olish uchun. Ozmoqchi bo'lsangiz bu, vazn saqlash uchun bu, vazn olish uchun bu. Ozishda, vazn saqlashda, vazn olishda. Bu ozishda, bu vazn saqlashda, bu vazn olishda. Ozish uchun qovurilgan tuxum yomon. Omlet yaxshi, lekin qaynatilgan tuxum ajoyib. Ozish uchun oq non yomon. Qora non yaxshi, butun donli non ajoyib. Ozish uchun kartoshka fri yomon. Pyure yaxshi, lekin qaynatilgan kartoshka ajoyib. Ozish uchun mevali yogurt yomon. Shakarsiz yogurt yaxshi, lekin grechskiy yogurt ajoyib. Shunaqa foydali ma'lumotlarni o'tkazib yubormaslik uchun menga obuna bo'ling. Tuxum, meva, kofe, ovsyanka. Tovuq, kartoshka, salat, non, yogurt va mevalar, mol go'shti, sabzavotlar va tvorog. Nonushtaga non bilan murabbo yomon, ovsyanka va mevalar yaxshi, lekin omlet va sabzavotlar ajoyib. Perekusga tort bo'lagi juda yomon, shakarsiz sirniki yaxshi, lekin o'rmon mevalari ajoyib. Salatga qo'shish uchun mayonez juda yomon, smetana o'rtacha, lekin grechskiy yogurt ajoyib. Choyga keladigan bo'lsak, shakarli choy juda yomon. Asalli choy yaxshi, lekin oddiy ko'k choy ajoyib. Shunaqa ma'lumotlarni o'tkazib yubormaslik uchun menga obuna bo'ling.